Bir kunda kamida 100 taga yaqin odam menga yozadi. Manzilinglar qayerda deydi. Men sizlarga hozir aniqini ko'rsataman. Oxirigacha ko'rib, like bosib qo'yishingizdan chiqazmanglar. Yangiyo'ldagi eng mashhur joydan bittasi mana. To'g'rimizda gul bozor. Hamma gul oladigan joy. O'sha yerdan to'g'riga shunday kirib kelasizlar. Mana stoyanka bor. Mo'jiza kafesining to'g'risidagi stoyanka. Bu tomonimizda esa kartinka bor. Yangiyo'lda yoqqan bozor oldidagi kartinka. O'sha yerdan to'g'ri yuramiz, keling. To'g'riga yurib kelganimizda bu tomonda Sardor kafesi. Qolgan ma'lumotlarni hozir aytaman, oxirigacha ko'ringlar faqat. Yana ko'p bizga beriladigan savollardan bittasi bu sizlarniki kafe deydi. Kafeda nima ovqatlar bor deydi. Bizda mana ko'rib turgan menyulardagi barcha ovqatlarimiz bor. To'y oshi, suyuq ovqatlar, quyuq ovqatlar, zavtrak, kech payt ujinga shashliklar, salatlar. Hozirgi kunda sezonniy narsa. Kuksi, go'shtli akroshka, hamda akroshkalar, moshxo'rzalarimizdan muzdekinalar bor. Kelib, salqingina joylarimizda mazza qilib, ovqatlanib ketsanglar bo'ladi. Bizda xizmat ko'rsatamiz, lekin sizlardan absolutga pul olmaymiz jigarlar. Albatta bu hamma mijozlarimizga yoqadi-yu, ketadi-yu jigar. Kelinglar, mazza qilib ovqatlanib ketasizlar. Shashliklarimizni yeysizlar, aystinglar. Hozirgi kunda kompotlarni qilib qo'yganmiz. Qult qilib ketadi. Kecha hayit kuni bir kun dam oldik va dam olishdan chiqib va yana sizlarga xizmatdamiz. Ish vaqtimiz ham 7:00 dan 22:00 gacha bemalol bexijolat kelsanglar bo'ladi. Biz sizlarga har doimgidek qo'limiz ko'ksimizda kutib qolamiz. Like bosishdan chiqmasin. Bizdan ko'rsatdi, sizlardan like bosish.